Bu mashinaning konkurenti umuman yo'q. Gelenwagen bu o'tmish, hozirgi kun va kelajak. Qolaversa, Uzbek Bespantov, Bespantovoy Uzbek. Xullas akalar, bu monstrimizni ovozlarini eshitdinglar. Endi nima ish qilinganlarini qisqacha sizlarga sanab o'tamiz. Oldin o'rda qismida zazorlari bor edi. Zazorlarni to'g'rilab ideal holatga olib berdik. Koroslar karbon detallari bor. Karbon detallarni polirovka qilib berganmiz. Salonida kimchiska qilib berganmiz. Salonni ko'rishinglar mumkin. Xullas svejiy bo'lib chiqqan. Videoga hozir o'zidan bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi, lekin hammamizga kamida shunaqasi nasib qilsin, okalar. Xudo xolisa xizmatlar bo'yicha bemalol kelaverasizlar. Undan tashqari bizda polirovka, keramika, shumoizolyatsiya, tonirovka, broneplyonka xizmatlari ham bor. Xudo xolisa mashinalarni bemalol olib kelib topshirsanglar bo'ladi.